Abdulla aka, qishin yozin xalqqa xizmat ko'rsatasizlar. Buni siri nimada, aka? Xo'p, aka, birinchi siri sababi bu o'zimizga ishchiligi, udobstvo yaratib olganmiz. Ya'ni hamma joyimiz yopiq ko'rayotgan bo'lsangiz, tepalar ham, oynalar ham hamma narsa qo'yilgan, tayyor holatda. Qishda ham bemalol ishlash imkonini beradi va har bitta liniyamizning tagida tupli bo'llari bor. Qizdiramiz bu har bitta plitani ko'rishingiz mumkin. Kollektorlarimiz ham bor. Plitalarimizda 80, 90, 100 gradusgacha bo'lgan stulida ishlab chiqariladi. Bu mana hozirgi kunda faqat salafan yopamiz. O'sha kunli sovishi bilan biz ko'rpa adyollarga o'tamiz. Har bitta plitamizdan ustida ko'rpa adyoli bo'ladi va bir kunda yoki bo'lmasa 1,5 kunda o'sha pishib, bu bemalol ertasi kuni kesamiz. Inigi kuni ustalar o'zi kesib beryapti. Aka, men juda ham ko'plab beton zavodlarda bo'lganman, lekin bunaqasini ko'rmaganman aka. Hamma yoq yopiq, uzunligi eniga bu yerda qancha pomishcheniya bor aka? Xo'p, aka, eng katta liniyalar bizda desam adashmagan bo'laman. Uzunligi 120 metr va 7 ta liniya ham bor. Kuniga o'shaning uchun ham sizga aytganimdek 60 ta, 80 ta, 100 tagacha bo'lgan plitani bemalol ishlab chiqarib bera olaman aka. Xullas, lipoy ob'yomni yetkazib beramiz. Lipoy ob'yomni sizlar istagan holatda biz yetkazib beramiz va sizlar xohlagan razmerda. Akalar, eslab qolinglar, bizda haqiqiy geobeton plitalari bor.